Assalomu alaykum, hurmatli traderlar. O'tayotgan hayit ayomingiz muborak bo'lsin. Sizlar bilan ekstremniy, ya'ni ekspress holatda haftalik tahlilni ko'rib chiqamiz. Bu safar men Qo'qondaman, ya'ni shu boyada uydaman, Toshkent ofisda emasman. Xo'p, bu hafta nimalar bo'ldi? Qanaqa foydalar bo'ldi, qanaqa minuslar bo'ldi? Bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi bu yerda sal internet sal zikrroq, ya'ni o'tgan safarga nisbatan qotishlar bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda hafta aksiyasi bu Tesla bo'ldi. Tesla'ning hikoyasi bor sizlarga. Hozir bizda Tesla tushishidan oldin shunaqa gaplar bo'lganda, ya'ni shunaqa savollar bo'lganda, bolalar o'zi tashishgan Tesla'ga qiziqib, mana 38 narxda turganida. Teslaga nima deysizlar? Stop loss 223, take profit 273 va 435. Va alaykum assalom, paka shoshmay tursakmikan 300 largacha dedim. 2 soat o'tdi. Ana ko'rdingizmi, ustozlar aytganini qilish kerak. Tushdi-ku Tesla. Вот. Albatta siz ham bir narsani bilmasangiz gapirmaysiz. Endi qaranglar, bu vaziyatda men umuman bilmagandim Tramp bilan Elon Musk nimadirlar qilayotganini. Lekin prosta texnik analizga qaragan hisobda men $300, ya'ni men shu zonani men hisobga olgandim. Va siyosiy vaziyat qo'shildi. Bundan ham pastga tushdi. Va biz 277 dan teparoqdan olganmiz-da, 277 dan ham shunday qo'shganmiz. Shunday. Endi undan keyin SMC. Ikkinchi meni shu fokusimda SMC edi. SMC ni bilasizlar, men bitdan 39.5 dan olib 43 dan sotdim. Foydani qildim. Yana tushishni kutdim, tushdi. Mana zonam strategiyam bo'yicha endi jasirlarni ochmay oxirigacha. Va bu yerda yana bay qilingan. 50 40 50 dan bay qilingan. Ya'ni men bitdan 40 50 qani? Mana. Voy, shu tegidan bo'lgan ekan. 40 50 dan bay qilindi. Va mana 41 50 da turibmiz biz. Undan keyin Lulu aksiyasi earningsdan keyin tushib ketdi. 20% ga tushdi. Va bunda $263 dan bay qildik biz. Endi buni signali Trading Clubda berilgan paka. Endi sizlar Trading Clubda bo'lmasanglar, o'tinglar. Xo'p, Minso bo'yicha o'tgan hafta aytganman kirish haqida, to'g'rimi? Bo't kirganlar foydada. Endi kirganlar men bu endi Instagram meni YouTubedan kuzatadiganlarda kirmagan bo'lishi mumkin, lekin Trading Clubdagilar olgan. Chunki signal berilgan. Neo bo'yicha ham signal berilgan. Apple endi sal pastroqqa tushdi. $200 atrofi paka zo'r vaziyat edi. Mana, men shu kutgandim bu zona. Keldi ham, ketdi. Lekin ulgura olmay qolganlar shu bor bunda. Agile lekin bizani dars uyaltiryapti. Endi penny stock unga yarashaveradi. Gigant aksiya emas sato. Lekin men paysida emasman paka. U paysida men foydamni tekislab chiqib ketib bo'lganman. CDG bo'yicha men bu zona kutilyapti. Bu foydani olib bo'lganmiz biz. Endi bu zilka. Shu kutyapmiz bu holatda. Chiqib qolsa kerak baribir. 19.5 shu 20 atrofiga. Disk bo'yicha ham signal berilgan. Buni ham isbotlaymiz sizlarga. Disk. Hozir. Uzr, tavsiya savdolar deydi. SMC bu. Disk. Mana. Kirish
Buy 103, 102 atrofidan. Tushundinglar? Buni ham bilardik. Xudoga shukr. 50 aksiyasi. 1 soatlik o'tkazib olaman. Bu ham tahlil bo'yicha ketyapti. Buni ham balki kutamiz. Apok endi o'z bilganini qilib yuribdi. Bizada stop urgan. Sotmaganlar bor, ushlab turganlar, lekin men sotib yuborganman. Nivita tepani kutyapmiz. Asomala tepada tushishini kutyapmiz buni. Mu yorib o'tishini aytgandim. Yorib o'tibdi mana. Endi mana bu zonaga kelsin. Botdan bay qilamiz. Nak. Tepani kutyapmiz 65. AMD. Real men past kutaman. Mo'g'zo bo'lib ketsin. O'zib ketaversin, lekin men past kutaman. MDB. Bizning tek profitimizni olib pastga tushyapti. MDBdan bolalar ham foydalangandi bundan, bilasizlar. TTD. Yana pastroqni kutamiz. Balki gap tegigacha yopar. Xo'p, Microsoftdan past kutamiz. 10. 36% tek profit kutamiz. BIB. Endi bilmadim, bu aksiya bir earnings chiqsa tushib bersa kerak. MCP past kutamiz. Seal. Liniyani yozib qo'yamiz. Hali yorib o'tmabdi, demak pastroqlarni yorib o'tish ehtimoli bor. Nue. Take profit. Voy. Shu hafta bo'ldimi bu? Nue. Shu hafta bo'ldi. Bilasizlar, Nue'ni so'rsimga qo'ygandim-ku, foydani oldik deb. O'tgan hafta juma signal berilgandi. Dushanba уже profit. Qaranglar, zebrada zo'r vaziyat bo'lgan. Zo'r vaziyatda turibdi, ya'ni. Men bu kutgan zonama keldi, to'g'rimi? Endi nima qilyapti? Mana yorib ketyapti deb qarab. Qayerda kutamiz, aytaymi sizlarga? $120 ni kutamiz. PDD. Earnings sanki tushish bo'lgan, lekin earnings yomon chiqqan. Bolalar qiziqayotgan bunga ham. Shunaqa. Bu hafta take profitlarga juda boy bo'ldi. Bu uchun bozorga rahmat. Xayrlilarimizni oldik bozordan. Shunday do'stlar. Sog' bo'linglar bo'lmasa.